Hammaga salom. Bugungi videoda men 100 kun davomida bir donagina sandiq blokida omon qolishga harakat qilaman. Sizlarni ko'p kutilmagan holda qani videoga olg'a. Birinchi navbatda sandiqdagi barcha resurs va bloklarni o'z inventarimga o'tkazib olaman. Va men barcha narsalarni o'z inventarimga o'tkazib oldim. Endi esa bu yerda bemalol yurishim uchun o'zimga kichkinagina platforma quraman. 1 2 3 4 5 6 yo'q. Afsuski men o'ldim. Xo'sh, sandiqni ko'raylikchi. Hech baqo yo'q. Demak, men boshqa dunyo ochishga majburman. Naqadar achinarli, 11-kunga qadar hech qanday video olinmagan ekan. Afsus, hozir esa men o'zimga shunchaki platforma qo'yapman. Nimaga desangiz, shunchaki zerikishdan. Tabriklasangiz bo'ladi, bizda 12-kun. Hozir men qattiqroq blokka qidiryapman. Sababi yangi platforma quraman. U yerda zombi qishloqini saqlash uchun kichkinagina uy qurib qo'yaman. Rejalar o'zgardi, yana bitta platforma quraman-da, keyin esa uy joyiga zombi qishloqni qamash uchun uycha qurib qo'yaman. Platforma ham tayyor. Endi esa navbat mana bu xunuk narsani buzib tashlashga. Bo'ldi, bundan tushgan narsalarni esa endi sandiqqa taxlab qo'yaman. Va nimaga bunday bo'lib? Endi esa mana bu yerga ham bitta platforma qurib olamiz. Nimaga desangiz, bu yerga turli xil fermalarni quraman. Ana endi esa mana bu yerga zombi qishloqi uchun shinamgina uycha qurib qo'yamiz. Bloklar yetmay qoldi, taxtalardan foydalanishga majburman. Ajoyib uy ham tayyor. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Ko'rishingiz mumkin orolning hozirgi holati. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar.